Boyagalarni Hoji aka qilgan mashina Cadillac Escalade 600 bo'ladi. 6.2 motor. Buni bilasiz, haybatligini, haqiqiy status beradigan mashina shu bo'ladi. Kraskalari top-toza, absolutni bez probeg. Eng qizig'i, buni yangilari 200 mingdan baland turadi. O'sha mushkullarni narxga topib qo'ydim. To'rtta yumshoq yangi balonlari bor. Buni salonni qarang, kattaligini. Vau! Hani bismillah, o'zini zavodskoy paroglari bo'ladi, slipoz zona. Mana monitorchalarini qarang. Mo'lchi rullari bor. Mashinani mazza qilib boshqarib ketishingiz mumkin. Любой yamadan o'tasiz, umuman sezmaydi bu mashina. Polniy panorama tomlari bor va o'zini monitorchalari bor. Mazza qilib kapitanskiy sideniyada oqib ketishingiz mumkin. Orqalarida ham detskiy sideniyasi bor. Qoraga jigarrang salon, eng qizig'i. Ancha-muncha joylarda unaqa narx bo'lmaydi, bilasiz, Hoji aka. Va shu mushkullar narxda topib qo'ydim. Mana buni qarang. Vau, orqalaridan ham taku katta. Bagaj ochadigan knopkasini ancha izladimda, qarang. U ana o'zi sekin ochiladi. Bagajlari ham juda keng bo'ladi. Srochniga narxini aytib ketaman. $169 ming ga bosib olsangiz bo'ladi. Hoji aka, bosib olavering.